Hormanglar o'rtoqlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bugun seshanba 23 dekabr soat 12 bo'ldi. Rolni 12 bo'ldi. Xo'p, почти yangi yil kelib qoldi o'rtoqlar, kelayotgan bayramlar bilan. E, Yil ham tugab qoldi, oy ham tugab qoldi, hamma narsa tugab qoldi. Va tradingni ham tugatish vaqti keldi o'rtoqlar bu yilga. Unaqa narx ideal darajada zo'r price action bo'lmaydi, o'shaning uchun iloji boricha bundan buyog'iga chiqarilayotgan kunlik tahlil yoki videolarni faqat darslik sifatida qabul qilishinglarni menimcha maslahat bergan bo'lardim, chunki bu market tahlili просто marketni tahlil qilib pozitsiya ochish uchun emas, просто tahlil qilib qayerqa boryapti, nima qilyapti, shunga o'xshagan narsalarni ko'rish uchun qilamiz. To'xtatib qo'yish niyatim yo'q. Bu market tahlillarni xudo xohlasa hali ko'p chiqadi. Xo'p, e'tibor bersanglar, ko'rib turganinglar bu doimgidek dollarni oylik va yevroni oylik time frame'dagi holati. O'ng tarafda euro USD, chap tarafda dollar. Nimaga oylik time frame'ni ochyapman? Chunki oylik time frame'da bizda 8 kundan keyin yangi oy boshlanadi, yangi yil boshlanadi, to'g'rimi? Muhim zonada turibmiz, o'shaning uchun oylik time frame'ga qarab qo'yishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi market tahlilida dollar bilan mana bu yevro bilan mana bu bo'lgan SMT haqida gaplashib o'tgandik. Shu SMT agar o'z kuchida qoladigan bo'lsa, unda yevroni mana bu pastdagi mana bu sell size zoniga tushib kelishi mumkin deb gapirgandik. Lekin kichkina time frame'da unaqa holat bo'ladiganga o'xshamayapti. Misol uchun haftalik time frame'da e'tibor beradigan bo'lsak, ikkala paraga ham haftalik time frame'ga mana qaraydigan bo'lsak, haftalik time frame'da hozircha to'g'ri o'tgan haftada mana bu CRT hosil bo'layotgan edi. Mana bu CRT necha turibmiz, dollarda ham, yevroda ham mana bu CRT necha turibmiz. Hozircha bu CRT ushlab beradimi yo'qmi degan savolga javob olishimiz kerak. Hozircha unaqa javob yo'q. Bu haftalik time frame'dagi CRT bo'lgani uchun ikkalasida ham, to'g'rimi? Ikkalasida ham haftalik time frame'dagi CRT. O'shaning uchun 4 soatlik time frame'ga tushib sizlar bilan tasdig'i ko'rishimiz kerak, tasdiq qidirishimiz kerak. Misol uchun mana tasdig'iga qaraydigan bo'lsak, euro USDga e'tibor beramiz. Mana birinchi mana bu o'sha haftalik time frame'dagi CRT ni maksimumi, haftalik time frame'dagi CRT ni minimumi, to'g'rimi? Mana bu o'sha SMT. Bizda model 1 mana eng oxirgi tepaga ketgan candle'lar tanasi bilan pastga yopilgandan keyin model 1 bor. Mana bularni endi o'chirib turamiz chalg'itmaslik uchun. Chunki biz kutgan joydan narx ketmadi. Mana model 1 bo'ldi. Endi bizda turtle soup bo'lish kerak. Turtle soup qaysi? Hozircha menda mana buni bundoq olib turadigan bo'lsak, bu yoqqa turtle soupimiz endi mana bu turtle soup deb olyapmiz hozircha. Lekin bu turtle soup qachon tasdiqlanadi? CRT ni men sizlarga o'rgatayotgan anaqasi bo'yicha, tasdiqlari bo'yicha esinglarda bo'lsa, yaxshi o'rganayotganlar bo'lsa, CRT da biz model 1 bo'lishi bilan savdoga kirishni iloji boricha anaqa qilamiz. Savdoga kirishdan to'xtalamiz, to'g'rimi? Savdoga kirmaymiz iloji boricha bizni qoidalarimiz bo'yicha, CRT bo'yicha qaraydigan bo'lsak, model 1 dan keyin savdoga kirmaymiz. Chunki model 1 dan keyin savdoga kirsak, mana bu holatda ko'p bo'ladi. Ya'ni model 1 o'zidan sразу narx mana bu tarafga qarab ketmaydi. Turtle soupdan keyin savdoga kiradigan bo'lsak, unda yaxshi setup berishi mumkin. Turtle soupdan keyin ham, lekin qachon savdoga kiramiz biz? Qachonki narx o'sha turtle soupni tasdiqlasa, turtle soup trend rostdan ham o'zgartirib bera olsagina savdoga kiramiz. Hozir bu yoqda trend o'zgarganiga bir signal bormi? Model 1 dan tashqari. Mana bu to'g'ri trend o'zgardi deb olamiz, lekin mana bu turtle soupimiz validmi? Ya'ni ishlab beradigan turtle soupmi yoki narx просто tepaga qarab ketadimi degan savolga sizlar bilan javob olishimiz kerak. Bunga javob qanaqa olamiz? Bunga javob, конечно, narx eng tepaga pastga ketishdan oldin eng tepaga ketgan candle. Misol uchun mana bu candle'imiz bundan oldingi, o'zidan oldingi maksimumni yechgan candle. Demak, bu candle'imiz o'z-o'zidan muhim candle bo'ladi, to'g'rimi? Chunki mana bu maksimumni shu candle'imiz yechdi. Plusni shu candle hosil qilib berdi deb olsak bo'ladi. Plus shu candle bilan boshlandi deb olsak bo'ladi. Bizga mana bu turtle soupni, mana bu turtle soup tasdiqlanganmi, yo'qmi, buni qaysi candle aytadi endi? Mana shu candle'lar tanasi bilan pastda narx yopilsagina
biz o'shanda mana bu to'rto'supni bo'ldi, to'rto'sup deb olamizda, narxi keyin pastga qarab tushishini kutsak bo'ladi demoqchiman. Endi hozir bu yoqda mana bu e'tibor bersanglar, bu 4 soatlik time frame bo'lgani uchun bizda bitta nima bor? CRT bor, to'g'rimi? Demak, mana shu hozirgi olgan candle'imizni maksimumi va minimumi bizga range bo'lib bera ekan. Xo'p, endi bu 4 soatlik time frame'dagi CRT bo'lgani uchun nima qilamiz? Buni biz, конечно, 15 minutlik time frame'da tasdig'ini ko'ramiz. Agar shu CRT ishlab beradigan bo'lsa, bizda most likely, nima deydi, o'xshab berish ehtimoli ko'p bo'ladi. Mana bu to'rto'supni tasdiqlanishi. Hop, 15 minutlik time frame'ga tushamiz. 15 minutlik time frame'ni endi qaraydigan bo'lsak, mana buni 4 soatlik time frame'ga mana o'tkazib yuboraman. Adashib qolmasligimiz uchun. Mana 4 soatlik time frame'da mana bu CRTni biz tasdig'ini qidiryapmiz 15 minutlik time frame'da, to'g'rimi? Mana 15 minutlik time frame'dagi mana 4 soatlik CRTni minimumi, maksimumi. Xo'p, bizda SMT'lar nimadir balobatlarlar bormi? 4 soatlik time frame'ga o'tamiz. Adashmasam hech qanaqa yo'q, menimcha. 15 minutlikka o'tib, dollar bilan SMT bo'lganmi yo'qmi, bundoq qilib teskari qilib qarab olsak osonroq bo'ladi, to'g'rimi? Mana hop, mana bu maksimum, mana bu mana SMT bor ekan. Mana bu SMT, mana bu SMT. Okay. Hop, demak bizda SMT bor, bu yaxshi signal, lekin bu degani hozircha bo'ldi, anaqa trend o'zgaradi yo CRT o'xshab beradi degani emas, to'g'rimi? Hop, endi e'tibor beramiz. 3-candle qayerda boshlangan? Mana bu candle'imizni, mana bu indikatorimizni bundoq qilsak, ochilish nuqtasini ko'rsatib beradi mana. Demak, mana ochilish nuqtasi, mana bu bitta candle'imiz boshlanibdi. Demak, 3-candle boshlanibdi, CRT mana bu bitta to'rto'supi beribdi. Demak, to'rto'supimiz bu yoqda bor ekan. Endi o'z-o'zidan mana shu to'rto'supdan narx pastga ketishi. Bu to'rto'supimiz tasdiqlangan. Qanaqa tasdiqlangan? Bu to'rto'supimiz mana bu eng oxirgi, mana bu o'rtadagi yashil candle'imizni tanasi bilan pastga yopilgandan keyin o'sha tasdiqlangan. Demak, biz mana shu zonada mana bu sell kirsak bo'lardi. To'g'rimi? Stop lossni mana buni maksimumga qo'yib, stop loss keyin mana bu minimumga yoki 50% ga, to'g'rimi? CRTni doim birinchi 50% ni target qilish kerak, to'g'rimi? Mana bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, mana 50% ga уже narxi kelibdi. Mana bu 50% ga narxi kelgan. Mana 50% ga narxi kelib, уже chiqib ketyapti. Balki narx mana shu 50% dan tepaga qarab ketaverar. Buni bilmaymiz o'rtoqlar. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak maksimum darajada. Mana bu 50% ga keldimi narx? Men ko'p payti narx anaqani stop lossni break evenga qo'yib qo'yaman, ya'ni bez ubitkiga. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman, kirgan joyimga stop loss qo'yib qo'yaman. Chunki agar narx 50% dan tepaga ketadigan bo'lsa, mana bu yergacha chiqmasligi kerak. Nima deydi? Ketish kerak. Agar pastga tushadigan bo'lsa, mana bu zonaga уже narxi chiqishga anaqasi yo'q-da, foydasi yo'q. Agar rostdan pastga hozir ketaman deydigan bo'lsa, men bu bez ubitkiga qo'yaman. Nimaga? Sababi chunki narx agar rostdan pastga ketish niyati bo'ladigan bo'lsa, men bu zonagacha kelib, keyin pastga ketishi anaqasi yo'q-da, foydasi yo'q. Ketsa mana shu yerdan to'g'ri ketish kerak. Hozir mana shu zonada, masalan uchun men bu imbalans zonadan pastga qarab ketish kerak. Agar shu imbalans zonadan tepada mana bu tanasi bilan yopilib qolsa, bo'ldi, уже 50% dan narx tepaga qarab ketib qoldi deb analiz qilsam bo'ladi, to'g'rimi? Demak, tasdig'i mana shunaqa olamiz. Kichkina time frame'dan, любой time frame'da tasdig'i mana shunaqa olamiz. 50% bizga birinchi eng asosiy targetimiz, lekin men uchun 50% target qilib olmayapman o'rtoqlar. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Misol uchun CRT bo'yicha ishlayotgan bo'lsam, men bu 50% ni narx kelishi bilan pozitsiyani yopaman demayapman, pozitsiya yopmayapman. Nimaga? Sabab chunki 50% ko'p payti kam bo'lib qolyapti. Misol uchun hozir bu mana 1 ga 2.29 bergan ekan. Bu normalniy, men uchun 1 ga 2.29 normalniy, lekin boshqa anaqalarda misol uchun 1 ga 1 bo'lib qoladi, 1 ga 1.5 bunaqa vaziyatda bo'lib qoladi. O'shaning uchun 50% ga keldimi, stop lossni bez ubitkiga qo'yishga ishlataman 50% и targetim mana bu zona bo'ladi ko'p hollarda. To'g'rimi? Bu mana 1 ga 579. Endi mana bu imbalans zona ushlab beradimi yo'qmi, bunga qarashimiz kerak. Agar shu imbalans zona ushlab beradigan bo'lsa, narx keyin pastga qarab ketishi mumkin. O'sha bermaydigan bo'lsa, bo'ldi, o'sha 50% dan, chunki 4 soatlik time frame'da mana bu imbalans zonamiz bor ekan mana. Shu imbalans zonadan narx tepaga qarab ketib olishi mumkin.
O'shaning uchun 50% inobatga olish kerak. Endi u 50% qanaqa ishlatasiz? U sizni o'zingizni trading planingizga qarab, risk managementingizga, hammasiga qarab ishlatilishi kerak. Xo'p, demak, dollarda mana shunaqa holat o'rtoqlar. Qanaqada ham, yevroda shunaqa holat, dollarda ham xuddi shu holat. Dollarda ham mana bu anaqa deb oladigan bo'lsak, turtle soup deb oladigan bo'lsak, demak mana bu eng oxirgi mana bu candledan pastda tanasi bilan yopilish kerak. Ya'ni tepasidan oladigan bo'lsak mana shundan hozir tanasi bilan tepada yopilsagina biz trend o'zgartirib olamiz. Ungacha ham olish sal pastliroq. Chunki yevroda ham mana bu hozir aytganimdek mana bu imbalans zona bor. Bu imbalans zonamiz narxi tepaga ko'tarib berishi mumkin. To'g'rimi? Mana bu baysat yarab chiqib yuborishi mumkin. Dollarda ham xuddi shunaqa. Kunlik time frame ga bitta qarab qo'yadigan bo'lsak, kunlik time frame men misol uchun mana bu holatda narxi pastga ketishini kutmagan bo'lardim. Chunki mana bu imbalans zona narxi tepaga ko'tarib berdi. Bo'ldi, ko'tarib berdimi? Ichki liquid zonadan, ya'ni ichki liquid zonadan tashqi liquid zonaga narx ketib yuborishi mumkin. Shuning uchun bizga nima kerak? Tasdiq kerak. Kichkina time frame da turtle soup tasdig'i kerak. Prosta mana bu SNT bo'lgani uchungina biz haftalik time frame dagi CRT ni ishlab berishi mumkin deb olyapmiz o'rtoqlar. Lekin 100% ishlab beradi deb olmayapmiz, to'g'rimi? Mana bu kunlik time frame dagi mana bu holat o'xshab berishi mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha maksimum darajada tasdiqlar bilan ishlashga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, endi nima qilamiz? Goldga qaraymiz. Goldda mana anchadan beri sizlar bilan kutib o'tirgan haftalik time frame dagi CRT'miz tugallandi mana. To'g'rimi? Multiple candle CRT bo'ldi endi bu. Nimaga? Chunki mana bu minimum, mana bu maksimum, mana CRT ni ketdi. Narx haftalik emas, 4 soatlik time frame ga qaraydigan bo'lsak, bizga tasdiqlarni bergan mana. To'g'rimi? Mana bu CRT mana. Demak, SMT, mana bu mana turtle soup yo'q ekan bu yerda. Mana bu turtle soup, mana bu yana bitta turtle soup. Continuation purge degani endi mana bu yana bitta turtle soup. Mana bu yana bitta, mana bu yo'q. Bu yerda mana bu bitta turtle soup. Ko'ryapsizlarmi? Turtle soup. Ya'ni smart money mana bu zonada, mana bu zonada, mana bu zonada, mana bu zonalarda, mana bu zonada va mana bu zonada marketga kirgan. To'g'rimi? Demak, ko'ryapsizlar, narx tepaga ketishdan oldin pastdagi sell side'larni yig'ishtirib ketyapti. Bu endi haftalik time frame dagi CRT ni tugallandi deb olsak bo'ladi. Tugadi. Haftalik time frame dagi CRT mizni narx tugatib berdi. Nimaga haftalik time frame dagi CRT da mana bu candle tanasi bilan pastga yopilib qolgan bo'lsa ham CRT deb olganimizga sababini adashmasam o'tgan hafta tushuntirib berdim. Mabodo ko'rmaganlar bo'lsa, unga sabab silverdagi, ya'ni dollar emas, tilla SMT bo'ladigan paradagi mana bu holat. Mana bu silverda CRT bo'lgani uchungina biz goldda ham CRT bo'ladi deb oldik. Mana ko'ryapsizlar, gold silver uchib ketdi, gold unaqa plus bo'lmadi. Xo'p, endi nima kutsak bo'ladi? Endi all time high o'sha yangilandi. Eng o'sha anaqa mana o'sha gold tepaga qarab chiqib ketyapti anchadan beri mana. Trend qaranglar, what the fuck degan trend. Ну, chiqib ketyapti prosta tepaga qarab. Chiqib ketayotgani uchun narxi what the hell narxi qilishimiz kerak emas. Ya'ni narx pastga qarab tushishi kerak, yil oxiri korreksiya bo'ladi deydigan anaqa bo'lmasi kerak. Trend bo'yicha ketaverish eng yaxshi tanlov goldda. Chunki ko'ryapsizlar, anchadan beri goldda hech kim tushira olmayapti. To'g'rimi? Narx prosta tepaga qarab ketyapti. Endi to'g'ri, mana bu imbalans zonalarga narx pastga korreksiya qilib berishi mumkin. No, kichkina time frame da ishlashni maslahat berardim, chunki yil oxiridamiz o'rtoqlar. Bo'ldi. Bundan buyog'iga o'zi savdo qilishni to'xtatsa ham bo'ladi. Mana 1 soatlikdagi mana bu turtle soup qaranglar. CRT ni o'xshab berganini kunli CRT 1 soatlik tasdiqlar. Jang o'xshab bergan mana. Turtle soup.
Mana team balans zonadan ketibdi. Hop, bugungi endi aytyapman, setup topish uchun emas o'rtoqlar, pozitsiya ochish uchun analiz kulli tahlil qilmayapmiz. Просто narxi nima qilayotganini ko'rish uchun, qiziqish uchun qilyapmiz. Savdo qilishga maslahat bermayman. Bo'ldi, to'xtatinglar bu yilga 2026 u yanvar 15laridan boshlash kerak savdoni. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hozircha men nimadir deyishim qiyin Goldga, chunki biz kutgan targetlar уже narxga bo'ldi. O'shaning uchun bir nimadir deyish qiyin. Doimgidek, agar sizga prop shot kerak bo'ladigan bo'lsa, men hozir ishlayotgan prop firma Funded Next. Videoni tagida silkasi bo'ladi, bemalol o'tib ishlasanglar bo'ladi. Futures, CFD, любой o'sha MetaTrader anaqa bilan ishlamoqchi bo'lganlar ishlasanglar bo'ladi. Va adashmasam Funded Nextda hozir o'rtoqlar anaqa bo'lyapti. Nima deydi? Promotion bo'lyapti. O'sha promotionda qatnashsanglar ham bo'ladi. Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman anaqalarini, nima deydi, kupon kodlarini kirib, o'sha promotion orqali hozir shot olib, yangi yildan keyin hozir skidka bo'lganda shot topib qo'yib, savdo qilmasdan u yanvarlarda savdo qilishni boslasanglar bo'ladi. Endi yil oxiriga ko'p prop firmalarda skidkalar bo'ladi. O'shaning uchun skidkalarda shot olib 2026-yilga anaqa qilsanglar, menimcha yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar. Charchamanglar o'rtoqlar, ishinglarga omad. Kuninglar yaxshi o'tsin, bayramlar yaxshi o'tsin. Bu degani video chiqmaydigani emas. Videolar chiqadi. Ertaga, bugun yana video chiqishi mumkin. Shu videolarda ko'rishamiz. Hammaga omad, charchamanglar.